So'nggi bir necha oydan beri turli Telegram kanallar va ommaviy axborot vositalarida 2026-yilning 1-martidan boshlab migrantlar gepatiti ham tekshiriladi degan xabarlar tarqalmoqda. Ko'plab murojaatlarni inobatga olib, biz bu masalada oydinlik kiritishga qaror qildik. Nima uchun biz bu haqda avvalroq ma'lumot bermagan edik? Gap shundaki, bu qonun loyihasi hali rasman qabul qilinmadi. Dastlab 1-martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan edi. Lekin hujjat hali ham tasdiqlanmadi. Bunday vaziyatlarda qonun loyihalari yo umuman qabul qilinmay qolib ketadi, yoki qabul qilinishidan oldin unga jiddiy o'zgartirishlar kiritiladi. Bu jarayon haqida ma'lumot berib, chalg'itishni xohlamagandik. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra ushbu qonun loyihasi 1-sentyabrdan kuchga kirishi kutilmoqda. Ammo yana takrorlaymiz, bu hali to'liq qabul qilingan qaror emas. Muhokamadagi qonun loyihasi xolos, balki qabul qilinmay qolishi ham mumkin. Xo'sh, agar qonun qabul qilinsa nimalar o'zgaradi? Gepatit aniqlanganlarga patent RVP vidnochительство berilmaydi. Undan tashqari Rossiyaga kirishga zapret qo'yilishi ham mumkin. Bu 114-federal qonunning 27-moddasi 1-bandi 7-qismi asosida amalga oshiriladi. Taqiq tuzalib ketgunga qadar amal qiladi. To'liq davolangandan keyingina taqiqni bekor qilsa bo'ladi. Bu qonun loyihasining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, u 1-mart 2028-yilgacha amal qilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni bu vaqtinchalik amal qiladigan qonun. Bu qonun hali qabul qilingani yo'q. Vaziyat o'zgarishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting.